O'zbekiston nodavlat notijorat tashkilotlari milliy assotsiatsiyasi tashabbusi bilan O'zbekiston mahalla xayriya jamoat fondi, BI Group kompaniyasi hamda bir qator nodavlat notijorat tashkilotlari vakillari birgalikda poytaxtimizdagi Adiblar xiyoboni maydonida yashil makon umummilliy loyihasi doirasida daraxt ekish aksiyasini o'tkazdi. Aksiya doirasida xiyobon hududiga 200 tup manzarali ko'chatlar o'tkazildi. Ekilgan daraxtlar kelgusi nodavlat notijorat tashkilotlari tomonidan muntazam ravishda parvarish qilib boriladi. 2025-yil davra dasturiga oid O'zbekistonni yashil bog'ga aylantirish borasida O'zbekiston nodavlat notijorat tashkilotlari milliy assotsiatsiyasi, O'zbekiston mahalla xayriya jamoat fondi hamda bir qator nodavlat tashkilotlar bilan hamkorlikda daraxtlarni ekish jarayonidamiz. Bugungi kunda ushbu daraxtlarni ekish bilan birgalikda biz yoshlarimizga va nodavlat tashkilotlarimizga O'zbekistonni, vatanimizni yashil makonga aylantirish va shu bilan birgalikda ekologik sistemani yaxshilash, kelgusi avlodimizga o'zimizdan yashil bo'lgan vatanni va bog'roga aylangan vatanimizni qoldirish niyatida amalga oshirilmoqda. Fursatdan foydalanib, vatandoshlarimizni hamda nodavlat tashkilotlar vakillarini ushbu tashabbusni qo'llab-quvvatlashga va har birimiz o'z mahallamizda, o'z shahrimizda, o'z viloyatimizda shu kabi bog'larni tashkil qilishga chorlab qolamiz. O'zbekiston nodavlat notijorat tashkilotlari milliy assotsiatsiyasining mazkur tashabbusi respublikamiz bo'ylab davom etadi. Joylarda nodavlat notijorat tashkilotlari bog'larini barpo etish rejalashtirilgan.